Alhamdulillah. Ertalabki trenovyani ham tugatdik. O'zimizni Qarshi shahridagi stadionda. Bitta narsa hayronman-da. Ertalab tong sahar pensionerlar stadionda ko'p. Nimaga yoshlar yo'q? Yoshlar nima bilan bandsizlar? Ertalabgacha telefon o'ynab, ertalab soat tong sahar 12 da turishni o'rganishni o'rniga ertalab stadionga chiqinglar. Men buncha yutuqqa erishishim sababi hech qanaqa sababsiz. Shuncha yil zalga ham, misol professional zallarga ham bormas trenovyga qilganim. Allohim shuncha mehnatimni ko'rib, shu narsa bilan menga yutug'lar shu mehnatimda bir mas'ulini ko'rsatdi-da. Sizlarga ham shuni ravo ko'raman. Aqllilik qilayotganim bor narsani aytyapman. Xo'y och qorin bilan trenovyga qilaveringlar. Alloh ko'rib turibdi, bandasi bilmasam. Bir kun yutug'ini olasizlar. Menga o'xshab. Alhamdulillah. Ha, bollan qaraylar, tursin. Menga biz. Kim Ronaldo, kim Messi? Cristiano. Neymar. Messi'chilar bormi? Молодец. 2041 ga obuna bo'linglar qaytara Yusuf. Trunaka Bapes. Muje. Shahzod Golni taniysizlarmi? Молодец. Attagolliga menga jang bermoqchi. Abbakanichi? Молодец, красавчик. Shunaqa gaplar. Like bosib, Qashqadaryo, Surxondaryo obuna bo'lib qo'yinglar.